Hammaga assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga magazin ko'rsataman. Magazin zo'r joyda joylashgan, ya'ni Targoviy sentrning ichida, savdo majmuasining ichida bo'ladi. Bu yerda ikkita magazinimiz, ya'ni bir kishiga tegishli, ikkalasi bittada sotiladi. Arzon va hamyonbop narxda. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Hozir sizlarga bir boshdan tushuntiramiz. Xo'p, magazinimiz o'rtalarda joylashgan, Krosh asosiy eshigidan, mana bu Krosh asosiy eshik bo'ladi. Hozir bitta tashqarisini ham ko'rsatamiz. 68 metr kvadratli magazinimiz zudlik bilan sotilyapti. Qorasuv massivida 25 qavatlik binoni, mana bu tomonda ko'rsating. 25 qavatli binoni tag qismida. Bu yerda 2 qavatimiz savdo majmuasi qilingan. Shuni birinchi qavatidan hozir shu magazinni ko'ramiz. Zo'ra lokatsiyasi. Bu tomonni ham ko'rsating. Juda ham zo'r joyda joylashgan. Qora marvarid domlarini ro'parasi bo'ladi. Asosiy yo'ldamiz. Xo'p, mashina qo'yish uchun avtoturargohlar bor. Xullas, любой turdagi biznesga to'g'ri keladi. Olib ijaraga berib qo'ysangiz ham variant. Endi ichkarisidan magazinni tomosha qilamiz. Shundoq kirganimizda ikkita eshik qo'yilgan, xohlasangiz siz bitta qilib yuborsangiz ham bo'ladi. Keling. Mana bu yerda bir xonasi, to'g'rida sanuzeli bo'ladi. Devorlar oqartirilgan, kafilda elektromontajlar hammasi to'liq qilingan. Hujjatlar notariusga tayyor. Endi ikkinchisini ko'ramiz. Bunisi ham xuddi shunday. Oppoqqina turibdi. Do'stlar, manzilni eslatib o'taman. Qorasuv massivi 25 qavatlik domlarning birinchi va ikkinchi qavati. Magazinimiz birinchi qavatda joylashgan. Mulk egalarining raqamini yozib qo'yaman. Bemalol telefon qilib barakani qilishingiz mumkin. Ushbu mulkimizga 75 ming dollar pul so'ralyapti. Yana kelishtirib beriladi. Agar ma'lumotni chiqsangizlar, normalniy skidka bor hayotlikka. Shoshilamiz, tezroq savdo qilib baraka qilamiz. Hammaga chiroyli mulklar nasib qilsin.